bitta jang, bitta g'alaba. Golda keldi markaziy ikki sportchidan. Jang boshlanish sharafida do'stlar. Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Yerke bo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin u chalg'itish holat bo'lishi mumkin. O'tga keldi ham. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Roof Box All Stars promotorlik kompaniyasi tomonidan va markaziy jang ringdagi uchuvchi shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Yerke bo'lan jeb bilan boshladi chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan Yerke bo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chapol Yerke bo'lanning zarbasi chiqdi. Magdan holati. Afsuski birinchi raundni vakilimiz yengdi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin uchish nuqtaiga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarashdan, ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Nikulin e'tiroz bildiryapti,